Bu mavsumda sepilgan gazonning urug'lari yaxshi rivojlanmayapti degan savollar ko'p tushgan. Men sizlarga 13 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda savollariga to'g'ri javob berishga harakat qilib o'taman. Bu mavsumda ko'rib o'tganlaringizdek, mart oyida yomg'irlar yaxshi yog'di. Aprel, may oyiga kelib deyarli yomg'ir yog'madi va kunlar erta isib ketdi. Har mavsumda bahor oyida sepilgan gazonning urug'lari klimat salqin bo'lardi va yomg'irlar bilan tabiiy yetilib olardi. Bu mavsumda yetib o'tganimdek, aprel, may oyida deyarli yomg'ir yog'madi va kunlar erta isib ketdi. Sepilgan gazonning urug'lari qiynalib qoldi va o'smay qoldi. Shuning uchun sabab sepilgan gazonning urug'lari yaxshi rivojlanmay qoldi. Men sizlarga maslahat berib o'tamanki, mutaxassis bilan maslahat qilgan holda oziqalarni muntazam ravishda bersanglar va suvini vaqtida bersanglar, sepilgan gazonning urug'lari yaxshi rivojlanib oladi. Mana bizning ham poylamizda aprel, may oyida sepilgan gazonning urug'lari muntazam ravishda oziqalarni berdi va suvini vaqtida berdi. Gazonimiz uje tayyor yetilgan holga kelyapti. Mana shu oyning oxiriga gazonimizni mijozlarimizga yetishtirib berishni boshlaymiz.